Tak, qayerga boramiz, xotin? Ovqatlanishga boraylik. Davay. Nima yeysan? Nima yeying kelyapti? Bilmadim, давайте siz tanlagan joyga boramiz. Davay pizza. Yo, fast food faqat yemaylik, ertaga mana buni qilib ketamiz, bochka. Tak, nima balo yeymizmi, balo? Yozda kim balo yeydi, adasi? Davay, nima ayt, o'zing ayt nimadir, o'sha qilib boraveradi. Nima xohlayapti? Organizm nima talab qilyapti? Organizm siz tanlagan joyga borgisi kelyapti, tushunyapsizmi? Siz tanlaysiz, erkak kishi Sushi, yo'q. sushi. Yo'q, sushi yemaylik. Guruch bor ichida. Ketdi, lekin hozir shunaqa shashligim kelyapti. Shashlik yeysam? Keyin og'zingiz sasiydi piyozdan keyin. Shashlik yemaylik. Piyozsiz yeysan? Yo'q. Nima yeysan? Davay turetskiy ovqat yeymiz. Har kuni o'rtoqlaringiz bilan turetskiy ovqat yeysiz. Sen bilan yeyam yo'q, davay sen bilan yeyman bugun. Yo'q. Ayt, o'zing ayt, nima yeying kelyapti? Siz tanlagan joyga borgim kelyapti. Siz tanlang. Bilganimda aytardim sizga. Davay uyda ovqatlanamiz. Hozir uydan chiqib ketdim, siz bilan ovqatlanaman deb. Davay unda ovqatlanmaymiz. Правильный питание o'tirib, PP'damiz bugun. Hech narsa yemaymiz, ha? Men buningizni qarang, qanaqa PP. Ha, ayt unda asabni buzmaga xotin qayergadir boraylik, nimadir yeylik tezroq. Ну давайте siz tanlang, o'sha yerga boramiz. Pivo ichasan, pivo olib berayim. Tavba qildim. Yo'q, конечно. Jinnimas. Ha, o'shaning uchun o'zing ayt, nimadir yeylik. So'qoqqa olib chiqib kelaymi? Somsa yeysanmi, so'qoq somsa? Uzoq yo'l, uyda bola chaqa bor. Ramyon yeysanmi, ramyon? Yo'q, Ay, bitta ovqatda. Qolmadi ovqat. Bittasini yeyishimiz kerak-ku. Qornim och. Siz menga nima uchun baqiryapsiz? Olib borishga niyatingiz yo'q bo'lganda aytish kerak edi boshidan shu narsani. Uyga borib sho'rva ichaman yoki och qolib o'tiraman. Tushundingizmi? Borib o'zingiz ovqatlaning. Tomi ketgan. Seni toming ketgan, sen sog' emassan. Kundayam, tundayam tushunib bo'lmas bir mavjudotsan.